Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana mini traktorlar uchun 1.60 lik, 1.80 lik frezalarimizdan yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Reduktorlari ham katta, lislari ham qalin. O'sha baqot zavodskiy frezalarimizdan yetib keldi, ko'rishingiz mumkin. 1.80 liklargacha bor. Bemalol do'konimizga aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda yetkazib kelishtirib beramiz. Dastlabkilarimiz bor. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Reduktorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Katta reduktorlardan qo'yilgan. Xo'p. 4 ta pachinli bo'ladi akalar. Pichoqlari ham katta pichoqlardan 30-35 sm oladi. 1.60 ligida 38 ta pichoq bo'ladi akalar. Aylanadigan turbalarini qalinligi ham ancha qalin qilib ishlangan akalar. Ko'rishingiz mumkin. O'slarini ham, lislari mana aytib o'tganimizdek qalin, baquvvat temirlardan ishlangan. Zavodskiy holatda bo'ladi akalar. 1.80 liklarimizda ham frezalarimiz sotuvda mavjud. Vomlari mana bemalol traktorlaringga qishloq xo'jaligi orqali tushaveradi akalar. Mana shunday upakopka holatda ham chiqarib beraveramiz. Xolasalaring terilgan holatda ham chiqarib beraveramiz. Mana shunday ochilmagan so'mkada bo'ladi akalar, kulchlari, pichoqlari.